O'zbeklar ochgan kafe ekan. Chuchvarani urib oldik. Shunda masjidni oldida ekan. Mamzat toycha. Rossiya sanksiya deyishadi. Va magazinni ko'rib, assortiment ko'rib mashq qotib qoldim. Dahshat magazin. Hamma narsa bor. Ko'rinmas ekan bizga. Mototsikllarmi? Ha. O'tgan suvga tushiryapmiz. Biz ketdik endi sekin asta. Bolalar. Qancha uzoqlikda joyimiz? 25 kilometr. 25. Oho, uzoq ekan ha. Yarim soat. Yarim soat. Yaxshi. Tomosha qilib ketamiz, tomosha qilib. Lo'tkalar aytami? Yana ko'tardi. Kasaba suv bosgan, o'tgan yili suv bosgan. Polni bosib ketdi-da. Pol almashtirganman. Narsalarni joylashtirdik. Qirg'og'ini ko'rib kelaylik qani. Rezinka etidami yaxshi. Suvlardan ham o'tib ketiraman. Shamol sovuq. Endi mana ko'klam kiryapti bu yerda. Endi barglari ochilib
Daraxtlar uyg'onishyapti sekin. Biz Oroldamiz. Ana bizani narvonimiz bo'lsa kerak. Narvon yasab qo'yganman do'stlarni. Bu ancha Mahmud Abrif ekan. 5-6 metr suv tushib ketar ekan pastga. Oqimni ko'rasizlar tezligini. Yaxshigina suv oqyapti. Vohma. Suv ko'tarilibdi bir qarchi. Haligi metga qo'yib qo'yishgan ekan merka. Ko'tarilibdi ozgina. Mana shunaqa Orol ekan. Bu yerda ana narigisi o'ris qo'shnilar ekan. Ular yo'q hozir bu yerda. Bu Doniyorning kontorasi mana. Banyas nimasi? Sauna, pechka, hamma narsa. O'tiradigan joy, ovqat pishiradigan joy, hammasini yerimmi. Katta qiziqish bilan qilibdilar, молодец, zo'r chiqdi. Bunaqa joyga bundan ortiq ham qilib bo'lmaydi. Nima dey, xohlagan odam kirib chiqib yuraveradi deyapti. Shu Orolning bu yoq tarafida shamol yo'q ekan. Nimalar to'sib shekilli edi, daraxtlar. Bo'lib spokойный. Hozir qarmoqlarni mashqqa otib qo'yar ekanmiz, mana chekkiga uzun qilib. O'zi tushsa tushib qolar ekan, tepasida qarab o'tirish shart emas ekan. Men bop joyiga maza qilib, где-то bir oylardan keyinmi, yarim oylardan keyin bu yam-yashil bir jannat joy bo'lib ketsa kerak menimcha. Agar suv ko'tarilib mamtu nima qilmasa, yuvib ketmasa. Oldingi yil suv yaxshigina ko'tarilibdi-da. Mashla polni suv bo'lganda. Haligi Qozog'istonga o'tib ketdi-yu suv o'shaga. Suv mashla ham ko'paygan ekan shunda. Qashga olmayman. Mana achki. Bo'ldi. Prujinali qilib o'zingiz yasab olganmiz. Nima? Mana bu pavodokka. Yo, bu sotiladigan. O'zim yasaydiganim bor, katta yasayman. Chunki o'rtasiga uni o't ilinib qolsa, krючокni bekitib qo'yadi-da, bu zavodskoy. Bu Xitoy zavodskoy, kichkina. Men uzunroq qilaman. Xitoyda qolib ketmasin, chuvochinglar deb. 150 grammlik tosh. 5 yilga ikkita. Oddiy ingichka qarmoqdan osilar ekan. Mana shu otib qo'yilar ekan chuvalchangizda. Sterlet degan narsa tushishi ekan. Hali mana namat egul ekan. Shkovnik mana shu gullaganda eng zo'r tushadigan vaqt o'sha payt bo'lar ekan. Sterlet bakrasimon baliqlar oilasining bir turi. Boshqa bakralardan 10 cho'g'irlari 50 tadan oshiqligi va mo'ylovlari shokilali bo'lishi bilan farq etadi. Asl chuchuk suv balig'i ba'zi bakralar kabi dengizga o'tmaydi. Kaspiy, Qora Boltiq dengizlariga quyiladigan daryolarda yashaydi. Kanallar orqali shimoliy Daniyaga ham o'tgan. Bundan 5000 yil ilgari Onega ko'lida ham yashagan, lekin hozir uchramaydi. Ob va Yenisey havzalarida ham tarqalgan. Men borgan joy o'sha Ob daryosida, Dunay daryosida va Venagaga qadar uchraydi. Sterletning bo'yi 1 metrcha, eng kattasining bo'yi 1 metr 25 santimetr, og'irligi 16 kilogrammga
boradi. Odatda bo'yi 30-65 santimetr og'irligida, og'irligi yarim kilodan 2 kilogacha bo'ladi. Shu men ushlaganim o'sha 30 santimetrdan sal kattaroq edi. Ko'p uchraydi. Tak, erkagi 3-4, urg'ochisi 7-9 yoshda voyaga yetar ekan. Lichinkalari tuxumdan 4-5 kun ichida chiqar ekan. Sterlet turli hasharotlarning lichinkalari bilan ovqatlanadi. Qishda ovqatdan qolib, karaga to'planganligi kamarlarda to'planib yotar ekan. Qimmatbaho baliqlardan hisoblanar ekan. Tur va yoyma tur yordamida yiliga 8000 sentnergacha tutilar ekan. Yosh baliqlarni ko'plab ovlash va ba'zi joylarda suvning ifloslanishi natijasida sterletning soni kamayib boryapti. 1928 va 1930-yillarda Pechora daryosida iqlimlashtirilgan edi. Hozir ancha ko'payib qolgan. Keyingi vaqtlarda yana suv omborlari va boshqa havzalarda ko'paytirish uchun rus bakrasi bilan sterletni chatishtirilgan duraga baliq yetishtirilmoqda. Umuman sterlet tabiiy sharoitda boshqa tur bakralar bilan qo'shilib duraga hosil qiladi. Mana shunaqa baliq ekan. Nasıl yiyilmeydi? O вообще чувачек. Uy, men bu baliqni qaranglar, men umrimda birinchi ko'rishim. Voy, og'zini o'lib qolmaydimi sirasi? Bu rasali karasdan ham Joni qattiqmi? Voy, tumshug'ini. Смешной рыбка ekan judayam. Ne bunaqa bu Buratina. Voy, tog'ma. Доисторический рыба. Shunaqa. O'sha paytadan qolgan Вообще zo'r. buni qo'yib yuboriladi bu kichkina. Mana yana bitta baliq. Strelada bekorga qanaqa qilmabdi, bu neyzaga o'xshirgan bu. Milliard yillar o'tgan, lekin bu formasini o'zgartirmagan. O'shaning suyagi ham hali paydo bo'lmagan bunga. Suyagi yo'q. İşte degustatsiya uchun. Yeb ko'raylik. Bo'ladi. Buni hozir qanaqa pishiraman do'st? Tuzlanadi bo'lishi. Prosta tuzlanadi bo'ldi. Qimillab turibdi. Yog'ini ko'ryapsizmi? Voy. Sapsariq shu yog' bo'ladi. Osh harakatidamiz o'rtoqlar. Oshchi hozir bunaqa pagodada lekin zo'r kelsa kerak. Dumba. Jizza. Jizzacha. Non hali olgan nonimiz-a? Bismillah. Hozir. Jizzadan keyin buni ko'ramiz. Suv harorati hali 4 gradus ham bo'lmagan. Muzda, yaqinda muz. Necha kun bo'ldi muz nima? 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi. 5 kun. O'rtadan muz bordi. 5-6 kun oldin muz bo'lgan ekan suvda. Endi yeyapti. Roba. Buni hali yeb ko'rmaganman. Mana. Buni ko'rsatib bering, qanaqa yeyish kerak. Mana go'sht. Bu go'sht, hop. Non bilan yeyiladimi yo o'zinimi? Xoling non bilan, xoling o'zini. Siz hozir sekin pichoqda terisini
Bo'ldi. Yuzi o'zgarmadi, lekin normallik ketdi. Qarachi. Mashina kesdingizmi, mashina? Ha. Oling. Qamiz. Ya, Baliqqa o'xshamaydi go'shi. Ta'mi. Xon baliqqa. bu xon baliqqa o'xshamayapti. Hamma narsaga o'xshasa ham xon baliqqa o'xshamayapti. Juda ajoyib. Mazasi o'zgacha. Qancha foydali. Mana o'sha foydali joydan. Qaysi mashina? Ha, olavering. Qanachi. Men xayolimda hozir piyoz qo'shib ichish kerakmi deb turibman. Piyoz olib keling. Piyozimga qarab qo'yman. Ketmasin. Sekin tinchtiraymi buni? Ha, ya. Tinchkani kesib qo'ydim. Qomatni menga deb xafa bo'lib yuribsizmi? Hammasi o'zi. Ketdi o'zim. Ombalo. Uy ichida shamol yo'q. Bu hali ham tirikmi tushunmadim. Bir soat oldin tuz sepib qo'yilgan. Dumi qimillab turibdi. Yarmini yeb qo'ydim o'sha. Gap yo'q narsa ekan lekin. Sarı so'zi. Bizning oshimiz pishdi o'rtoqlar. Rossiyada qizil so'zni osh qilishadi deydi. Mana sarı so'zi. Sarı so'z men qayerda ko'rdim? Qozog'istonda ko'rdimmi? Bizga olib kelishadi. Magazinda tuyib, nimadir, supermarketda sotyapti sarı so'z. Qizili ham, sarig'i ham hammasi bor. Bizning shamolimiz hali ham qilyapti. Mana tong ham otdi. Quyosh chiqdi nakonecda. Shamol ham tinibdi. Qushlar sayragan, sirasi bilinyapti nima. Pogoda yaxshilashgan. Hali ko'ryapsizlar, daraxtlar endi uyg'ongan. Bir hafta 10 kun bor ekanda. Bu tanib bo'lmaydigan darajada go'zallashib ketadi. Polni ochilib ketsa zo'r bo'lardi. Kechasi issiqqina mazza qilib uxladim manmada. Pechga yoqib. Bu endi shunaqa ekanda, pechga yoqib istirarkan. Boshqa iloji yo'q. Suv mana ashgacha kelyapti o'zimizda. Ozgina qolib turibdi. Boshqa ko'tarilmasin deb. Shamol bo'lmasa yaxshi. Kechacha bo'ron bo'lyapti. Quyosh chiqsa deb go'zallashib ketyapti. Lekin mana soya keldi, yetishib bilan. O'tib ketadi hozir. Bu Orol ekan.
7-8 metr hozir suv ko'tarilgan vaqt ekanda. O'shanga suv chekkada yaqin bo'lib turibdi. Ertaga yozda avgustga yaqin уже bu pastga tushib ketar ekan. Kattalashib qolar ekan, orol ancha kattalashar ekan. Mashlardan ham suv oqqanmi deyman, bu suv yuzimi, mana oqimizku mash, ha? O'tlar qiyshayib qolgan bu yoqqa qarab. Yo boshqa narsa bo'lsa ham mumkin bilmayman. Shamolda yotganmi balkim. Ishlaydi. Mashta tashlasa bo'lmaydimi desam, yo'q. Naryoqda boshqa joyda tushadi. Bu yerda poplovka tushmaydi hech narsa. Endi o'tdi Doniyor shanga. Hozir tayyorlab turib, lotkada menimcha sal nariroqqa o'tsak kerak. Va o'tin bemalol ekan bu yoqda. O'tinni lotkada olib kelishadimi deb o'ylayotgandim. Mana o'tin qancha kerak. Ajoyib qush ko'rib qoldim. Mana daraxt tagida tiskilayapti. Mendan qo'rqmayapti. Rastayni 10 metr emas. Sassub opshiyning qarindoshi bu menimcha dyatel anu. Nima daraxtlarni teshib ichidan qurtni oladigan qush menimcha. Mana yovvoyi tabiat shunaqa bo'ladi. O'tinlari joy-joyida turadi. Mana nimaga singan? Qorni ko'tara olmaysingan menimcha. Oho, ana o'tin qancha kerak. Bu yerda suv oqqanga o'xshayapti menimcha. Daraxtlarda izi yo'q lekin suv izi. Toshkentda hamma quyoshdan qochib yursa, bu yerda quyosh chiqqaniga xursand bo'lib, isinib o'tiribman, maza qilib, jim payp oladi. Doniyor mana shunaqa payp olib berdi, nima shuni kiyib yurish kerak ekan, sababi klesh degan haligi nima bor ekan. Endi bilaman u narsani, lekin bizda Toshkentda kana ko'rinishida bu tarqalgan. Bu yerda endi klesh. Ensefalitnisi bor, ensefalitni agar chaqib olsa, nezasini tiqib olar ekan, uni sug'urib olish o'zi ham ish ekan. Nimalari bor ekanda, haligi. Obratni chiqmas ekan qaytib. Keyin uni idishga solib, o'sha o'ldirilgan kleshni doktorga olib borib, uni tekshirtirishlar ekan, ensefaliti bormi yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, hech narsa qilmas ekan. Agar bo'lsa, o'sha keyin davolanish kerak ekan. Лучше не связываться deydi. U faqat tepaga qarab yuradi, pastga qarab yurmaydi. Faqat tepaga qarab. Shuning uchun mana bunaqa ustiga chiqadi, mana shunaqasi keturadi. Bironta skladka bo'lib qolsa, o'sha skladkaning ichida to'xtab, o'sha yerda yaxshi moment bo'lmaguncha o'sha yerda o'tiradi. Yillab ham o'tiradi, o'lmaydi shunaqa narsa. Qilib paka yo'q, ko'rganim yo'q, chiqmayapti. O'sha Rossiyani охотничий kiyimlarida ko'rgan bo'lsanglar, masjidda bundoq nimasi bo'ladi. Qo'shimcha tikilgan yubkachasi. Karmashkada pastdan yurib kelib, o'sha karmashka tiqiladi, orqaga qaytmaydi, o'sha yerda turaveradi. Palatkaga kirishdan oldin yoki uyga kirishdan oldin ko'tarib turib tekshiriladi. Agar klesh bo'lsa o'ldirib keyin yechiladi. Shunda o'zini qonun qoidasi bor bu yerda yurish turmush. Deydigan odamlar pand yeb qoladi. O'tiribmizda, dam olaman. Balig'imiz bor, 3-4 ta ano sterlet. G'ami yo'q. Qorin to'q. Yaxshi. Ajoyib gap. Suvga yashil taxta. Tak, mana taxta, mana yashil.
Bunda yo'q hech narsa. Qochib ketibdi. Mana shu gamakni Toshkentdan ko'tarib keldim. Hech ham ishlatib ko'rmaganman. Boylab ham ko'rmaganman. O'shanga mana bu yerda sharoit bor ekan. Mana daraxt, mana daraxt. Bu bir menga yaqinlik qilishi ham mumkin. Yaqinlashsa, ana ikkitani orasiga qilib ko'raman. Quyosh chiqsa, bir ishlatib ko'raychi, qara shu nima narsa ekan shuni ko'ramiz nimaligini. Mana shunaqa boyladim. Mana endichi, endi tushunib olishim kerak birinchi nimaligini. Shunaqa narsa ekan bu. Bizani arqonlarim cho'zilib yechilib ketib turibdi antlar. Anaqa yotarkan buning ichiga. Uzilsa ham uzoq tepada emas mana shu narsa. Hop. Oyoq yechib chiqish kerakmi? Ha, bu yoqda ekan. Bu yoqda ekan. Ha. Bu yotarkan deb, ama chibin chaqadigan bo'lsa, hammasini taqib olinar ekan. Bo'ldimi shu? Zo'r. Hozir videoni o'chirib birpas yotamiz. Bundoq qilinarkan. Bundoq qilinarkan-da. Bundoq chiqib olinarkan ichidan. Nima bo'ldi endi? Cho'tki. Amalladim. Chetkasi ham bormi? Ha, antikamer nima, antimaskitni. Saroga. Yo'q, platva-ku, platvani eni shunaqa enli bo'ladimi? Bu saroga deydi buni. Hammasi ikirinovadi. Mana bu tomonda yana bu. Tuzam meshokda olinarkan. Bu qancha turadi bu? Bir oy turgandan keyin buni daryoni oqim suvga yashga tashab, bir sutka chayiradi. Tuzini keyin osib qo'yiladi. Qo'ya. Ha, biz izbushkani shu tomondan olib qo'ying. Rezinka lo'tga dam berib, o'zayimiz uzoqqa ketmadi, 50 metr bor. Hozir mana shu proba qilib ko'rmoqchimiz. Qayerda to'xtaymiz? Ha, bo'lab qoldi. Mana bu olamiz. Bo'ldi. Bu yerda ikkitagina kichkina baliq chiqdi. Hozir baliqlar inini qidirib yuribmiz. Juda ko'p-da. Suv ko'p, suv toshgan, ko'rib tursizlar, baliq ham yoyilib ketgan. Mana yoqqa qayerda yurishdi, biz bilmaymiz. Nega qidirib yuramiz? Nima gaplar? Mana daraxtlar, 3 daraxtlarmi? Ko'karadi. Hali uyg'onmabdi bular. Bir ikkitasidan balki chiqdi, mayli. Bir hafta mana shunaqa quyosh chiqib tursiz, shu hamma yoq ko'klam bo'lib ketadi. Pasini muzlab ketadi bular. Bu yerda yaxshi bo'ladi. Keladi buni o'zi. Mana. Voy, mana. Buring o'sha вообще gigantku. Voho. Mana bitta joyda. Voy, doli muncha katta bu. Qo'yali. Olmaymiz, kerak emas baliq bu bizga. Nega? Nima kerak? Bu yerda shunaqa leshlar bormi? 4,5 kiloligi chiqqan, eng kattasi. Ha, bu 4,5 bundu. Qariyasi ekan, 4,5 kilosi mana shu. Buda chu 11,5 kiloligi chiqqan. Eng kattasi. Shu 18 kilo. Ba'zilar yirtilib ketganmi? Eski. Chetkaladi. Вообще yo'q, mana bitta kusok. Mana shu qadar ko'pki, yo'q qo'ygan ilinib deb ko'radi.
kerak baliq. Bizga nima karas kerak? Ha, Yoki sudak. Oho, karasni dodazi-yu bu. bu Voh. kattasi masala bu. Ya bu semiz bu. Semiz. Mana shuni chiqarib to'g'rida. To'g'ri расходный material ekanda unda. Jaryoqaga narsa bor. Bu karasi umuman mazasi boshqacha deydi, bu daryoni karasi. Bizlarnikidek emas, o't hidi, sassiq. Mayli yeb ko'ringlar, men baho beraman o'zim. Subyektiv мнениямni aytaman. Sazanmi? Karas. Karas. Bizga kakras razmer yaxshi. Karas, ikkita karasimiz bor. Mana o'sha o'sha sazanga aylanayotgan ekan nargis. Serebrini karas bor, zolotov karas bor, hamma. Bu hozir mana qanaqa karas mana bu yerda? Bu Obskoy karas, o'qdan kelib kelgan. Obskoy karas. Bunu secheniyasimi? O, yana bitta. Bo'ladimi? Bo'ladi. Nima qilaman buni baribir. Qoyli. Shunaqa ribak ko'rganmisizlar? Bu nimada? Biz hozir yechib olgandan ko'ra suvda turgani yaxshi, tirik turadi. Xolodilnikda turganda svejiy turadi. Bo'lib qolmaydi. O'zimiz yeydiganimizni oldik suvdan. Bu nima sachramayapti. Hali tirik ekan, hali ham qimirladi. Hozir suv sovuqda o'lish qiyin bo'ladi, ha? Juda joni qattiq bo'lsa. O'zi o'lib bo'lgan, просто haligi nervlari. Qancha nervlar qancha. Sistema ishlayapti. Karasjon qovuryapmiz, karas. Ob daryosini karasi. Mana bizani karasi loyimiz pishdi. Buni o'ngga bilan qo'yaylik, menga qarab tursin. Gumlatamiz bo'lsa-ki. Hozir men tuzini ko'rib beraydi. Sizlarga o'rtoq podpisчиклар. Oho. Bu anaqa ekan buni. Ani o't-potlarni mazasi kelmadi-yu. Bu daryoni karasi. Hozir men qalinroq joydan yeb ko'raychi qani. Hidi yo'qmikan. Ha. Boshqa ekan bu. Zo'r ekan. Zo'r ekan. Videoni o'chirib, buni endi tez yo'q qilish kerak. Mana shu yoqda rosa oqqush sayroqyapti. Juda ko'p oqqushlar. Eshitilarmi? Borib ko'raman.
ko'rmasdan borishim kerak. Qanaqadir bir yo'lini topib harakat qilib ko'raman. Nima bu? Охотничий угодья. Город Сургут. Oqqushlar chetda jim bo'lib qoldi. O'rdak. Ha, bu katta orol ekan. Ketyapman, oxiri ko'rinmaydi. Lekin yovvoyi o'rdaklar har xil sortlari bor ekan. Mani ko'rib uchib ketyapti. Haligi oqqush dedim-ku, yorimda sayrodi. Yo'q. Botqoq. Mana. Ovoz chiqib qoldi. Men shuncha oqqush ko'rgan bo'lsam, ovoz chiqazganini men endi ko'rdim. Faqat uchayotganda men qanotidan do'sh chiqadi. O'shani bilaman. Manaqa sayraganni men birinchi ko'rdim. Bahorda o'shanga sayrasa kerak edi. Ochiq joyi tanlashibdi-da, lekin ko'rmayapman qattariga. Shamol u yoqdan bu yoqqa men tarafga, o'shanga uzoqda turgan bo'lsa ham menga eshitilaveradi. Shamolga qarshi ucha olmayapti. Menga yon tarafga kelyaptim. Ha, Xitoy Passatga ketdi. Yana ko'tarilib ketdi. Ha, o'sha yerda bitta galasi bor ekan oqqushlarni. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Mana ikkita shox turibdi, o'sha o'rtasida oq. Hozir men sekin shaqa boraman. Uycha topib oldim. Anchadan beri hech kim kelmagan. Mana oyoq ustilar. Bitta chiqmasa bo'ldi. Shumaning eshigi ayolım. Yo'qdan eshigi. Endi men boramiz ichida. Moy baklashga, moy. Ana ikkitasi. Men galamidim men bilan vohmasini eshitib. Ikkita dona ekan bor yo'q. Men bular botqoq. Ya ovozi nima ekan? Bo'dri ekan bular. Shoshdim-da, kapitan deb cho'kib ketmayapti. Bir ichkinaga o'xshab. Qurqizlarchi. Bir ichkinasi. Shoshdim-da, kapitan deydi. Mashda o'rda o'tirdi, hal meni ko'rib ketdi. Uzoqda ko'rdi. Doniyor ketdilar. Motor ovozi hali ham eshitilib turibdi. Shaharda ishlar bor ekan. Endi bugun erta Orolga men xo'jayinman. Orol meniki. Xohlasam baliq tutaman, xohlasam pishirib yeyman. Meni gamakim nima yig'ishtirib qo'yishim kerak. Yomg'ir yog'arsa bo'kib qoladi. Bo'ksa ham qo'rqinchli joy yo'q, quriydi. Qarmoqlarni yig'ishtiramiz endi bitta-bittadan. Qor boshlanyapti.
shimoldan shu shamol to'xtamadi lekin. Osh isitdim. Mam karomga gap yo'q ekan lekin. O'zlari qilarkanlar bu hamma mam tuzlama nimalarni qo'l bala qilib. Yarim bollarni tuzlab. Ishtahani ochadigan qilib cho'tki. Ujun qilib o'tiribman. Bu yerda kun botmas ekan. Palarniy nochmi shunaqa ekan. Yarim kechasi chiqsam, bunchalik yorug' bo'lmasa ham hamma yoq ko'rinib turardi. O'tinlarni yorib, tayyorlab, ketdilar hammasini cho'tki qilib. Yoqishga tayyorlab. Noz yoqib yubordim, mana uy isib. Qup-quruq, приятный bo'lib turibdi. Davom etamiz trapezani. Yana bitta tong otdi. Shamol hali ham shimoldan suv ko'tarilgan bo'lsa 1 santimetr ko'tarilgandir, bilmadim. Mana turgan joy. Bu yerda chegarasi ham yo'q, haligi devori ham yo'q, shundoq ochiqlikda turadi. To's bu yerda odam yo'q payt, bu odam kirib, aylanib, xohlagan ishini qilib, yana chiqib ketirishi mumkin. Endi mana det yashaydigan qishloq. Bardak, hamma narsa otilgan. Endi ishlatadi, tashab ketadi o'sha joyda. To'r qo'yar ekan shekilli, to'rlar turibdi. Yana to'r. Lutkalarni o'zi bir отдельный tema-da. Bu suvda mana shu qishda ham mana shu yerda qolib ketar ekan bu lutkalar. Shundoq turaverar ekan. Hech kim temas ekan, hech kim veslolari bilan. Hech kim olib ketib ham qolmas ekan, hech kim kerak emas ekan-da. Aytmoqchi bo'lgan narsam bu mana o'rsi joyi, bu mana o'zbek joyi. Sразу ko'zga tashlanadi. Nimasi farqi? Uni parniklar qilib, nima har xil nimadan ovqatga soladigan bo'lak qilib, rediska, ukrop, kashnech qilib ekib qo'yganlar. Beryozalar mana ekilgan. Bu yoq tarafda mana beryoza, yana hammasi как положено qilib qilingan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Mana даже qaranglar-da, mana shu uycha letniy oshxona deyshar ekan. Tomida yomg'ir yog'ib yig'ilgan suv bochkaga yig'ilar ekan. Distillizorni toza suv deyotadi bu. Bu yoqdan ham mana trubada borib turib, u bochka yomg'ir yog'adigan vaqt shu og'zini, bochkaning og'zini ochib qo'yilar ekan, chang tushmaydigan qilib yopilgan nimasini ochib qo'yilar ekan. Mana uy ham ustida meshkavina tortib, meshkaviniston bo'yalgan. Mana bu yerda yana bitta parnicha. Shu maladesmi? O'tin yoradigan joylarni qaranglar. Bu yerda mana burchatkani o'rnini mana linoleum bosar ekan. Juda yaxshi reshina, oyoq sirpanib ketmas ekan. Teskarisiga qo'yilar ekan-da bu. Bu hammom mana. Пожарный безопасность hammasi zakonniy qilingan, uruvinda qilingan narsalar. Devorga tegmaydi. Ketdi ana. Bu yoqda ham mana shunaqa mana yomg'ir suvi tushadigan joy truba kesib qilingan. Bu yoqda ham mana пожарный безопасность cho'tki qilingan. Iskiragasitel, plamegasitel hammasi bor. Qoyil. Bu hammomda mana sauna deydimi, o'shanda olov tashqaridan yoqilar ekanda. Men buni eshitgan edim, mana yana ubeditsa qilaman. Nimaki ichkarida eshigini ochib, yopib o'tin qalaganda bar tutun chiqadi, qancha bo'lsa ham. Ichkarida ko'zni achishtirib oladi, bo'lmaydi. Ventilyatsiya qilib bo'lmaydi, nimaki anaqa sovuq qolishi mumkin. Derivanli
hammomcha sauna. Menga yoqdi, lekin men masjidga suv sepib nima qildim. Baraka topib ko'rgan nimalarda suvlar tayyorlab, hammasini tayyorlab, menga tayyor qilib berib, o'zlari osh qilish bilan shug'ullandilar. Hammani yo'ldan kelgan kuni mazaq cho'ngilib oldim. Endi bu dacha emas bu. Sizlar hayron qolishingiz mumkin. Dacha emas bu. Bu toza tabiatda turgan, ko'chada turgan сооружение-da bu. Shunaqa. Mana shunaqa joyda prosta orolga qurib qo'yilgan. Bu yerda Rossiyada, Sibirda bunaqa uylarni nimaga davlat, kadastring qani, dokumenting bormi, ne nalog to'lamayapsan deb boshini ortmaydi-da. Nimaki bunaqa uychalar qishda boshqa haligi paytlarda, ekstremniy paytlarda yo'ldan adashib qolgan, bir nimadir korxolga uchrab qolgan turistlarmi, boshqalarmi mana shunaqa joyda jon saqlashi mumkin. Hech qachon eshigi quplanmaydi. Mana eshiklarni ko'ryapsizlarmi? Oddiy mana mixda mana shunda qayirib qo'yishadi, bo'ldi. Shamolda ochilib ketmasligi uchun. Bu yoqda ham shunaqa. Bundoq yopib turib, mana mixini bundoq qayirib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana shundoq turaveradi. Uyga ketishganda ham mana shundoq turaveradi. Lubo odam kelib foydalanib, mana shu isini boshqa qilib, endi kulturasida bu yerga mana gaz bor, mana ichimlik suvi bor, men tuxum qaynatyapman. Nimalardandir foydalansa, o'zini yonidan ham nimadir tashab ketadi, agar ilojisi bo'lsa. Agar haligidagi ekstremniy kelgan bo'lsa, qog'ozga rahmatini yozib ketadi mana shunaqa. O'tib madaniyati shunaqa Sibirda. Lesnoy dom deydi, mana shunaqa deydi. Охотничий dom. Hamma daryoni bo'yida shunaqa ko'p. Любой daryoni desa ham bo'ladi. O'zbekistondan kelib Doniyor masjidi shunaqa ishlar qilgan ekan, vashe men besh ketdim, rahmat kattaga. Mana men foydasini men ko'ryapman. Mana kelib mazza qilib dam olib, men yaxshi ko'raman o'zi, bilasizlar, shunaqa joylarni mana toza tabiatda aylanib yurish yaxshi ko'raman. Shanga rahmatimni aytyapman. Choy ichamiz endi. Пожарный безопасность. Devordan qochirilgan. Qopdan birinchiligi izolon steplerda qoqib chiqib, ustidan qoppi materialda shifka qilingan ekan-da. Tepadan o'rgimchaklar tushib yashab yurmaydi bu yerda. Chichqonlar kirib yaxshi o'tman mana qurib turadi aka. Yo'qolguncha. Shu achellarni oldim. Cho'plarimni suvga otib qo'y. Sterli tushashga harakatda. Tusharmikan. Lekin hali ham bahor boshlanmadi. Shunaqa sovuq shimoldan esib turibdi. 15 minutda qo'llar muzlab qolyapti-da. Bu yoq tarafida mana daraxtlar to'sganligi uchun shamol yo'q. Narigi tarafda bir 50 metr yursa turib bo'lmaydi. Lotkalar turgan joyda. Shunaqa sovuq. Bu yoqda zo'r. Umuman shamol yo'qsa ham bo'ladi. Menga shunisi kerak hozir. Voy. Bunaqa sovuqda. Qanaqa ribalka. Poplovka ham tushib bo'lmaydi. Shamol akasha qilib qo'yadi boshda.
kecha oshni istiqbolman. Obed deyman. Давай. Pişti istesi. Qo'rg'on ochib ketdi. Kelgan odamlar komfortli bo'lsin. Bu narsasi esdan chiqib qolgan bo'lsa, zibni shu pochkalari bilan bittasi уже tashikan. Sog'oladigan одноразовый hamma narsa bor. Esdan chiqib qolgan bo'lsa agar. Молодец. Shamolda zo'r ko'chib ketishyapti. Kechigi menimcha shula. Xo'roz ekan pastligisi. Ana yana uchinchisi. Ya, bular nima qilyapti? Bu yoqqa buryapti yana. Shamol vashi kuchli ekanda tepada. Ha, shovqinni eshityapsizlarmi? Shu shamol. O'tish olmadi, qoyil. Ne bularni toq bo'lib yurishdi, jib bo'lmasdan hayronman. Baliqlar qarmoqlarni tekshirgani keldim. Ko'raychi. Ops. Mani birinchi sterlitim. Kattagina ekan. Mana. Yaxshigina endi buni. Syomkani o'chirib turib. Mana bizani buratina balig'imiz. Bitta ushadim yaxshi. Voy, orasi o'tg'irlashibdi. Hoppa. Mana yana bitta sterlet. Razmer o'sha. Ajoyib baliq. Narigi uduchkadan chiqmadi. Mana Doniyor o'zi yasagan nimasidan chiqdi. Mana bunaqa qilishim kerak ekan-da mana. Hozir ikkita uduchkada bunaqa emas, boshqacha oddiy turibdi. O'sha oddiyga tushmayapti, faqat mana shunaqaga tushyapti. Yana bitta sterlashga chiqdi. Mana shu uduchkaga chiqyapti. O'sha ikkinchisi chiqishi. Yarim soat almashtirdim. Ha, bu juda ham kichkina, buni qo'yib yubormasa bo'lmaydi. Bolacha qo'yib yuboramiz sani. Ko'rdinglarmi qanaqa baliqligini? Bir ajoyib baliq. Bor katta bo'lib ketdi. Nalim tushuvdi, qochib ketdi. Qani soобщение bekletdim ekan. Hech narsa ketmagan. Nega? Yo'q. Yangi soобщениyalar yo'q.
Amallamayman shunaqa qilib. Hamma qarmoqlarimni qaradim. Yo'q hech narsa. Chekka chiqazib qo'ydim. Bo'ldi bugunga dam. 3 ta baliq ushladim, bitta qochirdim. 4-chi, 5-chisi kichkina ekan, qo'yib yubordim. Bitta nima nalim degan baliq bor, laqqiga o'xshagan. Videoga olaman deb qochirib qo'ydim. Hali yerga chiqmasdan o'zini o'zi nima og'zini yirtib tushib ketdimi bilmayman. Bunaqa kattasi emas edi lekin 30-40 santimetrlik. Серьезный bollarni woblerlar. Ancha katta u. Voy qo'lim. Yigirma 7 noyabrda boryapman lekin may. Bugun mana ertalabdan shamol pashti yo'q. Choylarni ichib oldim. Endi sekin anaqa qilamiz. Baliq tutishga harakat qilib ko'ramiz yana. Juvalchini olib qarmoqlarni tashab qo'yib, keyin o'ylab ko'ramiz yana nima ish qilish mumkin. Mana svязан. Mana shunga solib tortsam mana uni tepaga ko'tariladi. Internet почти YouTube ko'rsa bo'ladigan darajaga ko'tarilar ekan, yaxshilashar ekan. Почти. Shamol bu yoqda bor ekan. Значит, shimoliy shamol o'zgaribdi. Bu yoqdan bo'lsa kun isishi kerak. Lekin men shamolda yurishimga to'g'ri keladi. Yomon taraf shunda. Soat 7:30. Quyosh boshli bo'ldi. Kakkush. Toshkentdan olib kelgan cho'lchillarim ozginasi o'lib qopti. O'shanga hozir turpog'ini alishtirib, namroq turpoq qo'yibman. Hozircha baliq chiqqani yo'q. Endi 2 ta qarmog'imni tekshirdim. Chiqmadi. Yana 3 ta bor. 3 ta qarmog'im bor yana. Bundan qaraylar. Qor kerakmidi menga hozir? Qor boshladi. Biz lotkada nariyoqqa chiqmoqchi edik. Telefonimga qor tushayotgan bo'lmasin-da. Qor boshlanardi.
Mashinaga o'xshar, zadniy. Ye. Qarmoqmiz. Bu yoqda. Suvning rangi O'zbekistonlik menga umuman qolganlarga g'alati ko'rinyapti-da suv rangi. Bu Tarshanlik Kommentariyada eshitdi-yu. Qapqaradim. Qapqarasi bundan battar bu. Qip-qizil qora joy bo'ladi. Hali Koreya taraflarda. To'rt ko'p deb aytdi, to'rt. Qapqara. To'rf ham ko'p, o'sha to'kilgan barglar bor-ku, xuddi qora choyga o'xshab damlanadi. Ratovga kirdik. Bu amala hammasi haliga uyg'onsa, vash chiroyli bo'lib ketsa kerak. Yam-yashil bo'lib. Dam bilan lekin haligi ish vaqtida qilish kerak. Tosh olib ketyapmiz. Juda ham ko'p tosh. Bu yeriroq, yo'qda maydaroq. 27-may. Shunaqa ham bo'ladi, may oyida qor yog'ish. Hazırlaşma, bize balık tutgan keldik. Egasi yo'q. G'atga o'tib olib sekin hozir tutishni boshlaymiz. Juda mo'shli narsalarni ko'ryapman, ular tushuntirib kelyaptilar. Mana zanjirni qaranglar. Skvoznoy teshik ekan, ovoz eshitilib turibdi. Bu lebyotka. Bamında burab turib buni qisib qo'yilar ekan. O'rirkan shu. Oho. O'ralgani qaqib ketadi, pastga tushib ketar ekan. Nичего себе. Mana motor. Motorga tok qatdan keladi, tushunmayman. Generatori ko'rinmayapti. Rul pul hech narsa yo'q. Dahshat kattaligi, voshti. Mo'shnik. O daraxtga boylab qo'yishdi, yana straxovka qilib daraxt uzilib ketibdi. Va dorvozli qilsa bo'ladi. Qo'rqinchli, bu yerda o'tishga ham qo'rqib turibmiz. Baliq yo'q ekan bu yerda. Havo sovuq, suv sovuq. Endi eplolmagan ribaki bahonalari ko'p bo'ladi-yu. Bizda ham shunaqa, davleniya tushib ketdi, bir narsalar bo'ldimi? Bilmadim. Tortmadi, yeb ketmadi ham. Sal kun isisa kelamiz bu yerga. O'zimizni bazaga qaytamiz endi. Oxirgi qarmoqni ham otib qo'ydim. Bazaga keldik. Demakki, yo'qda turgandan foyda yo'q shamolda. Agar tushayotgan bo'lsa, tushar ekan sirada. Agar yo'q bo'lsa, foydasi yo'q ekan turganda. Ertaga kun ochilganda yana prova qilamiz. O'zimizni eski joyga tashlab qo'ydim.
tindi. 10 minut oldin yog'di. Maydalashib tindi. Muzlab ketdi, qo'llarim ho'l. Daraxtlar hammasi qirg'oqda bo'lib qolar ekan. Suv yaxshigina tushar ekanda. 2 yildan beri suv ko'tarilayotgan ekan juda ham. O'shanga mana uchala suvda qolib ketibdi. Buni qurishayotganda undan oldingi 5-10 yillikda hech qachon suv chiqmaganda, o'shanga bemalol qurishgan. Oldingi yili suv toshganda yaxshi hammaniki nima bo'lgan, qo'l bo'lgan. Bu yil shunga yaqinroq, unchalik bo'lmasa ham. Kito'rdecha. Ey. Mahadash yursizlar. O'zbekistonga borlaring. O, Aslida doda xo'jasi. yo'q a? Sar, ishlari ham sop-sari. Kirasi ham bo'lish kerak buni işte. Mana 4 ta dimi? 1, 2, 3. Ana bittasiniki mana shu yoqda yo'q, mana bu chekkasida yo'q. Narigisida. Yeb qo'yibsiz-ku bo'lsa. Gap yo'q. Bitta men qaysiga mana shunga chiqdimi? Mana shunga chiqyapti-da, mana shu yerda. O'ta yamada o'zi. Bilmayman, qolgan joyda yo'q. Ashotra o'rashib boshlanganda mana bu yerda ashotra ko'p tushadi. Vashshe sovuq. Shamol bu odam bo'lganiga, yomg'ir ham maydalab yog'ib turganiga sovuq o'tib ketyapti. Qo'y go'shtidan sho'rva ichib oldik. Endi qozonga olib bir tog'ora ikkalamiz qanchasini ham yerdik. Nima bo'ladi yog'i bilmayman. Beshtami balig'imiz bor. Telefonimni tepaga ko'tarish, setkaga solib ko'taryotdim. Hozir yomg'ir yog'yapti, maydalab ezib. Mazda shamol. Telefonimni qanaqa ko'tarsamikin deb o'yladim, baklashgan qonini o'zinasiga yorib. Baklashgan tegidi 5 ta nimasini pichoqda teshib qo'ydim. Mabodo ichiga suv kirsa to'lmaydi, tushib ketursin deb. Короче, power bankga tiqib, shunuri bilan telefonimni baklashgan ichiga solib, ustidan paket kiyg'izib, paket ustidan qopqog'ini buradim. Salafan tushib ketmaydigan qilib. Двойной защита qildim, o'shani osib tepaga chiqazib qo'ydim. Chapini chalib, endi hozir internet endi ishlaydi. Bemalol zo'r bo'ladi dedim. Soединение не установлено haligi Wi-Fi bilan ulangan, lekin net dostupi в internet deb yozib turibdi-da. Zang'ari. Yedim. Rasa kutib o'tirdim, soединение bo'ldi, lekin haligidagi ahvol juda sekin. Keyin hozir bundoq o'tirib o'ylasam, yomg'ir yog'yapti-yu. Umuman любой radiosvязь pasayadi. Sababi menimcha suv bo'lsa kerak shu. Havodagi suv miqdori. Suv haligi влажность boshqasi hammasi radio to'lqinlarni parchalab yuboradi. O'shaning uchun radio управляемый modellar любой suv tegida ishlamaydi. Hech qaysi ishlamaydi. Faqat shnur orqali ishlaydi yoki echolokatsiya orqali. Echolokatsiya orqali tasvirni jo'natib bo'lmaydi. Gapirilgan gaplarni ham jo'natib bo'lmaydi. Faqat shu
azbuka morze u bu mana shunaqa gaplashadi. Короче, radio suv tiydi ishlamaydi. Menimcha o'sha sababli hozir bizada svязь yaxshi emas deb o'ylayapman. Hozir soat 5-6 bo'lib qoldi. 2:55 da quyosh chiqarmishdi. O'tda 9:45 da quyosh botar ekanmish. Hozir pagodan qarasam, quyosh rasm chizilgan, nechida chiqib, nechida botish. Hayron bo'ldim ko'rib. Rostdan ham shunaqa lekin soat 10 da ham bor, bemalol yursa bo'ladi fanariksiz. Shunga endi o'zi ko'cha yorug' bo'lsa ham, bugun kech bo'ldi. Bugungi kun o'tdi degani. Shunga endi yig'ishtiramiz. Karam sho'ra. Yig'ishtirganda ham shunday suvdan chiqarib mashga tashab qo'yiladi, shu yerda yoturadi. Bitta chuvalchani olib kirib ketaman bo'ldi. Chuvalchan ko'rinmayapti lekin. Qayoqda ekan? Mana o'rtoqlar, meni birinchi nalimim. Hey! Xuddi shunaqasini qochirib qo'ydim. Dumalaqqaga o'xshaydi. Juda nima? Tiki. Qornini ko'rsat. Voy, çok kuchli baliq ekan bu. Tinmas ekan, qorni semiz baqaloq. Buni mo'ylov bo'lish kerak-da, pastida bitta dona. Nashtida. Mana. Narsa olib tashi. Silpanchiq. Bu juda gibga ekan bu. Yerda ham yurib ketaman deyapti. Ko'rib olinglar. Hechnik. Har bo'lsa shunimcha ekan. İşga ketyapman yana. İshxonam mana shu yerda mana. Buni mana daraxtchalarning orqasida. Qarmoqlarni tashab qo'yaylik. Choy ichib oldik. Har kuni mashdan ishga ketaman deyman ertalab. Bu yoz qachon keladi o'tga bilmayman cho'ta. Ha 2 kundan keyin 20 necha gradus isib ketadi deyapti. Men yog'i bilmadim o'zim. Bu o'tga yoz umuman kelmay уже qishga o'tib ketsa kerak. Nega ertalab qor yog'adi-da. Azgacha 2-3 ta qor ko'rdim. Havo ochiq bo'lsa ham qor uchqunlab turibdi. Yoz o'tib ketib shekilli ham kulishyapti. Birisi shunaqa isib ketadi. Deydi bolalar. Isirmagan bo'lar. Bu hamma narsa, daraxtlar, o'tlar, hamma yoq baliqlar ham o'sha yoz kelib kun isib ketishini kutib turgan ekan. 2 kunda kun isiganda hamma yoq o'zgarib, ranglari ko'karib, mana o'tlar o'sib, barglar chiqazib, daraxtlar tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketadi. Endi rasmlarni ko'rsatishyapti. Haqiqatda chiroyli bo'lib ketgan hamma, yam-yashil bo'lib. Yana 2-3 kun kutaylikchi. Kelarmikan yoz o'tga. Uchichkalarim yotibdi. Hozir bitta o'zimdan tashlab kelaman sekin. Mamlaqa baliq ilinib qopti. Kecha chiqazibmanga tashlab ketaman deb chiqarsam, chuvalchang turgan ekanda, bekor turgandan ko'ra shunda chekka tashlab qo'ydim. Manaqa baliq chiqdi. Nima bu? Yazmi? Oq baliq. Qo'y, yutib oldim, yaxshi. Nima mov olgan ekanman. Qaytisham, siz qutqaramiz.
Baliqchalarimiz bor. Qarasingmi qopdi. Wow. Ilomormenda. Güzel buratina balıqlar ular. Bittasini Alimjon. Eng живой Alim. Bizda sekin yoz boshlanyapti menimcha. Qushlar sayrab, quyosh chiqib. Baliqchalarni tozaladi. Bu nalim bu, ustida tangasi bo'lmasa ekan. Yumshoq baliq ekan, juda yumshoq. Bu sterlash kerak. Qo'ldan sirpanib qochib keturmaydigan baliq ekan, yaxshi ekan. Men bir lekin ishlamasa shunaqa. Buni qovurib yeb ko'rib boqaman qani nima bo'ladi. Ana sterlet qovurib bo'lmasa ekan. Yo xomligini yeyish kerak ekan, yo kaptis qilish kerak ekan. Endi yeb ham ko'rishgandir, o'xshamagan bo'lsa. Yeb bo'lmaydi deb qo'yishganda. Hozir buni borib tuzlab, tuzli suvga solib qo'yaman. 1 soat, 2 soat tursin, keyin osib qo'yamiz simga qurish uchun. Keyin kaptit qilamiz. Narigisini qovurib olamiz. Yana bitta sterlashga chiqib qoldik. Yaxshi. Ikkinchi qarmoqdan chiqdi hatta. Yani birinchidan chiqmadi. O'zdan yana ikkita bor. Bunisidan asha kichkinasi chiqdi. Qo'yib yuboramiz buni. Bolacha. Qatidan shusamkin buni endi. Surbatdan. O'rtoqlar. Shunaqa karasi kim ko'rgan? Necha kiloda mana bu kattasi? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Vau. Mana 44-razmer. Bu sazanga aylanayotgan ekan-da sekin. Uxti. Zo'r. Mana shu yoz bo'ladi. Qolgani qarasi. Sudak tushdi-ku ana. Sudak hozir şey qilaman dedim. Bu mana nelma bu. Nelma. Mana oldini ko'ryapsizmi mana? Qanaqa? Kvadratli. To'rtburchak. Mana. Maluk edi bu. Jerix qarindosh ekan-da bu. Да, на жерех похож, да? Вот это вот все караси, да, остальные? Zamın alemimiz pişti. Hani bunu endi bitta degustatsiya qilib ko'rishim kerak. Qanaqa ekan bu baliq. Dégustation des fois. Wow. Zo'r baliq ekan-ku bu. Ya so'mdan 100 barobar zo'r ekan. So'mdan zo'r ekan bu. Mazasi zo'r ekan, menga juda yoqdi lekin. Bay. Hozir piyoz, qani piyoz. Zo'r baliq ekan lekin. Mana shunaqa baliqlar yeyish kerak ekan-da. Voy,
Mana yipki yumshoqligiga qanaqa ekan o'tun. Yaxshi ekan. Qarashdi. Nalim bor edi, 3 minutda yo'q o'sha nalim. Voy, shunaqa menga yoqdi, zo'r baliq ekan. Endi men karasi qaranglar. Voy, bu rangini qaranglar, rangini. Tilla baliq bo'lib ketibdi. Lekin bu yo'qni karasiga gap yo'q. Men karasiga unaqa hurmat qilmasdim. Bo'tdi, boshqacha ekan karasi. 1 grammalik hid, bir narsalar pastaronini mazalar, bir narsalar yo'q. Mazasi zo'r ekan, xrustyashi zo'r. Boboy suhbatini oldim nasi. Mana leshlarni qaranglar. Trihamas. Так, вот это карась, да? Да, это карась. А это лещ, да? Да. Там есть. Ух ты. Ух ты, вон там в ящике что-то я вижу. Что там? Вот. Не могу видеть, блядь, Где? вот. Видал такое? О, вот это гирлянда. Который здесь самый большой. О, anchadan beri ilyapti shekilli. Leshlar. Yoqtirishmas ekan ular leshlar. Hozir yechib qo'yib yuboramiz. Вот это гигант. Ух ты, вот это гигант. Реально. 50 сантиметров, это гигант. Карасик, конечно. О, один окунь. Да окунь мелкий совсем. Какой-то он странный, горбатый. Ну да. Так и должно быть, да? Сейчас пойдет на нерест, когда. И он уже от металла, он горбатый, блин, до килограмма, больше килограмма, вот такие вот. Он Дуник-то знает. Ясно. Так, коптилку будем готовить, да? Живой, да? Да, да. Очухается, нет? Очухается. Ну-ка посмотрите, там это рот двигается, нет? Да, да, да. Он живой. О, а, чухается, точно. О, пошла уже. Пойдет. Это мамка, наверное, да, вот это? Самая крупная. Самец. Самец? Кет. Все, ушла она. Kaptit qilishga tuzladim. Endi qurisa kaptit qilib olamiz. Oxirgi tochkadan bitta chiqdi. Yaxshi, уже sal kunisiganiga g'imillab qopti bular paydo bo'lib. O, yaxshigina kirgan ekan. Normalniy razmer. Zo'r razmer. O, 29-chi mana ham keldi. Syomkani davom ettiramiz, batareyka bo'lib qoluvdi. Mana sterlatlarim, mana baliqchalarim, buratinali. 1 2 3 4 5 6 7 ta. 3 tachasi kichigina mayda chudalarni tashlab yuborganmiz, suvda suzib yurishibdi. Mana shu, mana sarg'aygani eng kattasi mana shu yetilgani bo'lar ekan. Mazasi zo'r bo'ladi. Yog' ekan, mana sariq yog' ekan, uzun yog'. Mamlada ham yog' bor, no kam hali. Hozir mana uloq qo'yamiz, kaptit qilamiz. Ko'rasizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, shepkada emas, vetkada qilar ekanmiz. Bu men uchun yengillik. Bugun qaytaman men mashinaga.
nimaiki svязь yo'q, internet bir zo'r bo'ldik, shu bilan yo'q bo'lib qoldi o'zimizda, bilmayman. Shaharga tushib internetda qiladigan ishlarimiz bor. Mana hamma xazayson shu bor yo'q. Mana usta Doniyor o'zlarining ishlari bilan mashg'ullar. Assalomu alaykum hammaga. Qarmoqlarni to'g'rilayapmiz-da. Voy, u turdovoy qarmoqlar. Hozir men bu yengi urayapsiz-da, kalta bo'lib qoldi bittasi. Ana. Necha metr o'raysiz? 50 mi? 300 metr bu katoshkada. Taxminan 50 metr o'raysizda. Ha. Undan yog'iga otish ham muammo. Bu lager bilan shunaqa qilib sekin xayrlashamiz hozir. Pishgandan keyin videoni davom etamiz. Zo'r joyga. Tak, suv ko'tarilishi masalasi bo'yicha почти har kuni cho'pcha tiqib turuvdim. Men bugun yana bitta cho'pcha tiqdim. 2 kun oldin, mana buni 2 kun oldin tiqdim. 4 sm mi 5 sm suv ko'tarilibdi. Bugun mana bunisini tiqdim. Bir hafta oldin narigisi tiqilgan ekan. Sekin mana yoqqa kelyapti suv. Bu degani suv hali ham ko'tarilyapti degani. Shunaqa gaplar. Bunaqa dala joyda, bunaqa ochiq joyda, bunaqa sharoitlarni uncha odam ham qilib qo'ya olmaydi. Hammomlarni qilib, voy, protivpojarniy nimalar. Kecha shunaqa haligi qizdirib yoqib haligi bu yerda hammom qilibdilar, maza qilib lekinchi. Mana saunani qaranglar. Tosh ustida qaynoq bir o'zim mana shu cho'milib maza qilib sauna qilib baraka topdim. Juda maza qildim. Mana bu ikkita chelikda tepada turadi, hozir pastda bo'lib qolibdi. Ichida to'la muzli suv, mana bakda to'la issiq suv. Mana bitta chelikni chapishtirib olinar ekanda. Bemalol cho'milar ekan. Shampun haligi machalga qilib. Yangi machalga berdilar menga. Mashta. Hamma narsa obnarazviy mehmonlar uchun qoyil qolmasdan iloji yo'q. Razdevka. Hammasi lotkada tashib, lotkada olib kelingan mana shu hamma butun ko'rayotgan narsalar o'sha haligi kelgan lotkada, kichkina lotkada mana ikkitalab agni tushaydi. Endi Donor o'zi nima pazarni slujbada ishlashganda juda pazarni bezopaslikka e'tibor kuchli bo'lgan bu yerda. Mana shu xonaning ichida ham ikkitalab agni tushaytil turibdi-da. Bu yerga bironta inspektor kelib, "Ukam, nima bo'tlar uychalar qurib olding o'zingdan o'zing? Erta o'rmonni yoqib olsang, biz nima qilamiz?" deyolmaydi-da. Kelsa, "Bu yoqqa kel, mana ko'r o'zing" deb ikkita agni tushaytilni ko'rgandan keyin haligi inspektor ham uzr deb sekin ketadi. Qiz qolib qolgan ekan samoyoni. Hamma agni tushaytil pazarni bezopaslik oliy darajada qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Adin Uzbek tam takoy построил degan gap so'z yuradi bu atroflarda, bu regionlarda. Tashda biz o'zbeklar nimasini ko'tarib yurgan odamlardan bittasi rahmat ming bor. Shunaqa. Qaynashini qarang buni. Bo'lib qopti-ku. Olamizmi, bo'ldimi? Bo'ldi. Buni endi sovutib quritish kerak. Shobadaga qo'yib qo'ydik. Sovutib qotirish kerak buni. Mashinagacha borguncha. Hali yumshoq-ku bu. Yopish qo'ygan. Mana buratina baliqlarim. Turdovoy baliqlarim. Mayli qotib olsin, keyin ko'chiraman.
Davomimiz. Ko'prik yangi ko'prik qurishmoqchi Chimoliqlar. Mana kecha biz baliq o'shaga ushlamoqchi bo'lgan barjalar mana. Tosh qanaqa oladi ko'rdinglarmi? Mana shunaqada qismlab olib kerakli joyga tashib yurar ekan-da. Oho. Temirdan ekan u. Vashshi mo'shni buni stoykalarni qaranglar. Musoqat deb, muz bor, muzli deb o'tsa. O'shanga bunaqa mo'shni qilib qolmasa ham bo'lmaydi. Ketdikmi? Shaharga ozgina qoldi. Yenglik ko'ryapsizlarmi? U yerda qancha suv? Chuqurlik qancha? Taxminan plyus hozir ko'tarilgan paytda 35 metrgacha. 35 metr. Uni ustiga oqim. Qancha suv bo'ldi u? Mana bizlar shahar. Nari yangi garodok shekilli. Mikrorayon. Shahar Surgut. Ketdik. Bir deganda zavod bo'ldi, xudo xolisa. Shahar ro'parasida bir o'zaro kirib ko'rmoqchimiz. Mana shu yo'l bor ekan. Orolni o'rtasida. Orolni o'rtasida. Mana suv tushgandan keyin o't nima bo'lib qolar ekan? Kirib bo'lmas ekan. Ishkom faqat. Baliqlar qamalib qoladi. Hozir suv toshgan maksimal payt mana hamma yoq daraxtlar. Daraxtlar ham o'rganib ketganda bunaqa shalabboga har yili nima bo'ladi. Ko'pchilik daraxtni ildiziga suv tegsa o'ladi. Mana bunaqa ahvolda. Bular endi o'rganib ketgan. Haqiqiy yalmog'iz kampir yashaydigan joylarga qorong'ida odam qo'rqadi. Zigzag. Bu yo'lni ana trek qilib chizib olib, aytdan o'ta olmaysiz baribir. O'taman. Havo ochilib, uje kurtkani yechish kerakmi deyman, uje qizishni boshladi ona. Siz aytgandek birdaniga yoz kelib qolar ekanda, bahor yo'q, qishdan sirasi yozga o'tib ketar. Bir haftadagi bu o'rmon tani bo'lmasa kerak, ko'karib hamma mana shu endi ehtiyot bo'lasiz. Bu uchi singan ekan buni. Наконец mana ko'lga chiqdik. Bu yoqda ekan, mana shu dumaloq ko'l ekanda bu. Mana shu suv tushganda mana shu to'la odam bo'ladimi? Palatkalar qurib, nari tomonda. Ochiq tomonda.
eng yuqori tochkasi ekan, tog' ekan-da bu. Ya dam olayotgan joylarda. O'rmon. Bu yerdan o'rmonga proxod bormi? Mana shunday bor yani. Narigi tomoni bir 100 metrdan keyin bu tomoni. Orol tugaydi, u tomon o'zani bo'ladi. Yana suv bo'ladimi bu yerda? Oqim, daryo, a? Daryo ikki tomondan oqadi. Bu получается, orolni o'rtasida suv ekanda. O'rtasida yana bitta ko'l. Chuqur bu ham ko'l. 16 metrda shunaqa bo'lsa kerak. Eholotda ko'rgandim bir marta. Mana suv prozrachность bilmayman qancha. Qo'lim ko'rishdi. Ha, yo'q, ja unaqa loyqa emas ekan. Где-то 1 metr bo'lsa kerak ko'rinish. Buxta ekanda, buxta. Sarig'i zapravka, o'tgan oldim. Ha, shunday zapravka. Haligi moshli kорабль mashi, haligi nimalarni itarib yuradigan. Yo'q, boshqami? Bu boshqami? Ya bu xususiy men pravamga o'tirmadi. Mana Yerosay zo'r degan. Nima bu? Dam oladigan. Dam oladigan, ha? O'tkasi bor ekan o'zini собственный. Bizani mashina, ha, mana mani mashina. Topdim. 95-92 yozib qo'ysiz zapravka. Ancha-muncha kорабль bor ekan. Bunaqa buxtadan ko'p hali. Ana endi buni tushirish jarayoni boshlanadi hozir. Kameralarni o'chiramiz. O'sha masjid orqasida o'zbeklar stolov ochgan ekan. Yaxshigina stolov, odami ko'p. Moshxo'rda ichib oldim. Hozir endi bank qidirishga ketyapman. Mashinani mashqa qo'ydim. Bugun kun issiq juda. Shamol yo'q. Juda komfortli. Mana yo'lni qaranglar, yo'lni. Beryo'za zor bo'lyapti. Zo'ra. Surgut. Город Surgut. Odamlar yashab yuribdi. Dollarni alishtirib oldim, 200 dollar. Necha pul bo'ldi shunda? 15.000, 16.100 dollar. 8.050 so'mdan shunaqa ekan. Bo'ladi. Normalno. Mana joyda dam oldim. Hozir bir ikkita yo'lda kiradigan joyim bor, o'sha kirib kelgan. Surgutskiy Kraevskiy muzeyiga boraman. Ketaman nimaga? Xanti-Mansiyskiy degan shahar bor ekan, shahar ketaman. Tojik bola o'tib ketdi. Tojiklik ko'p ekan bu yerda. Shunaqa gap. Muzeyga keldim. Ertalab soat 10dan shuncha odam ko'rasizlar. Muzeylarga kelib tomosha qilib turish kerak ekan. Mana narsalar mana. Rost ekanmi, yo'q, mulyajmi? Rost ekan shekilli. Ben maza qilib tomosha qiling. Men qiziqaman shunaqa narsalar bilasizlar. Овес, ячмень, конечно, в основном все завозили на эту территорию. Непашенные землянки, суровые, даже в лаптях здесь не ходили. Moncholarni ko'ryapsizlar. Из крупнорогатых скотов. Qarmoq. Лапти не делали. И,
конечно же, qarmoni yalpoq qilib qurish kerak endi. в центральной части России были попытки выращивать свой урожай, но такой недолгоиграющий, сказать. Но представлено бутылочки. И вот готовый хлеб, зерно. Gruzilo Kibas 7-nomer. Mana bu Gruzilo ekan. Kruchuk, Samalova, Перемета, Metal 8 og'ani. Перчатки, paypolar. Mana hayot. Buni tartishga raditskiy. Tufli. Qamalganlarni peshonasiga, yuziga mana nakolka qiladigan pechatlar. Mana peshonasiga A, K, T bir narsalar yo'q. Peshat bo'lib qoldi. Kandal nima? Kitoblar. Qo'ng'iroq, qishloq. Maketi. И, конечно же, вот купцы, мещане, они могли себе позволить фарфоровую посуду, здесь и Кузнецовский фарфор, фарфор Графера, разные столовые приборы номер 1, предположим, допустим, ложка для икры, рыбу, накрывали стол белой скатертью, и, конечно же, разные сюжеты интересные. Такая посуда известная. Любили музицировать, танец из гармония. Из гармония много использовали здесь на фортепиано, нажимали на педали, на клавиши, и свой звук похожий на орган. Из гармонии смотрели младшей сестрой органа. Там были фортепиано, из гармонии. Конечно, не в каждом доме, но встречались. Мандолины, струнный инструмент, тоже больше, чем балалайка, был распространен. Выписывали журналы, газеты. Первый, здесь у нас в витрине представлен первый телефон, номер 6. Телефонная связь была короткой. От Белого Яра, от пристани до Полицейского. Muzeyga kirib chiqdim. Xo'sh. O'ta har xil nimali muzeyga profilli, men o'zim kerakli haligi tarixiy tarafiga kirdim. San'at joylari ham bor ekan, kirmadim. Rasm, haykal. Magnit oldim. Haykalcha bilan. Endi Xanti-Mansiyskka qarab yo'lga chiqamiz. Rossiya. Oy, qarab qo'y biz tomonga. Yo'ldan o'tayotganda ham telefonda gaplashadi. Mashina kelyaptimi yo'q? Qarang ya. Nega yo'llariga gap yo'q, zo'r. O'zini o'zi haligi qiynaydigan nimalar qilib tashlamagan har xil. 60 da yur, 20 da yur, 30 da yur qilib. Hamma normalni yurib ketyapti haligi.
o'zi 60, lekin sal tezroq yursa ham bo'laveradi. Yursa bo'ladigan joyda. Odam yo'q, mashina ekan, yursa bo'laveradi. Kameralar achdi ishli yo'q ko'chada. Sho'pirlarni qonini ichadigan kamera. Mana hozir nimadamiz? Chorrahadamiz, kamera bor, kichkinagina kameralar, u nima, menimcha prosta avariya u bu bo'lsa, o'shani razbirat qilishga bo'lsa kerak, kim aybdormi. Balkim nimaga ham ishlar haliga. Narushinga ham ishlasa kerak, skoriy surat. Turibdi kamera. Shu bizarnikidagi katta kamera emas ekanda. Kichkina kamerachalar ekan. Daryosi hop. Bundan o'tgan edim, yana endi qaytib o'tyapman. Daryoni gigantligini ko'rdinglarmi? Mashi. Neftyuganskka keldim. Shaharga bitta kirib chiqmoqchiman, nima bor ekan ichida. Bir o'zbekcha kafe topsam yaxshi bo'lardi, obed qilib olardim shundan. Kilometr narida choyxona topdim. Borib ko'ringchi. Bu yoqda Magnit degan magazin set juda ko'p ekan, judayam ko'p ekan. Hamma yoqda Magnit. Krasnoy, belый degani ham ko'p ekan. Mana bu nimaligini hali lekin bilmadim, nima u. Produktami bu, yo'q qizil, oq vinomi? Neftyuganskga sizlarga ko'rsatib qo'yay, o'zim ham ko'ring. Mana joy topib keldim. Ichida o'tirishga joyi yo'q, to'la. Hammasi o'rislar почти. Hamma ishlashyapti. Saboy qilib berdim. Saboy oldim. Mashinadan salqin joy qidirishga kerak. Nima? Kun isib ketdi. Juda ham. Necha gradus ekan? 40 gradus. Ay yo'q. 37. 40 gradus mashina ichi.
uylarni qaranglar. Mahallami tushunmadim nima. Chapga ketishimiz kerak. Qo'rg'onga qolarkan biz mahallani, oilani mahallasida endi bu haliga suv bo'yiga uchastka qurib olishgan. Ana Li9 bor ekan u. Nomeri ham 009 dan olibdi. Hibridda-yu, любой joyda yuradi. Magazinlar qaranglar, katta magazinlar. Bolachalar mana samokat, sal quyosh chiqsa hamma samokat. Ana yetgan, ana modani ko'rib olinglar, moda. Keng shim. Ani modaga rioya qilmabdi mana qiz toshim kiyib. Hamma bu yerda keng shim kiyish moda bo'lgan hozir. Ham shunaqa kichkina 3 yoshar qizi ham shunaqa. Katta shim kiyib olgan. Mana bu kichkina odamchalarni qaranglar, bular hammasi modaga rioya qilar ekan. Gap yo'q, qolmaslarga. Ha, o'zbek odamga o'xshaydi ketib yurishidan. Hey, sekin. Gandirilar ko'p-ku. Qizil yonib qoldi. Neft yugasidan chiqib ketayotganda haliga olov yonib turdi-yu. O'sha olov oldiga. Bu olov ko'payibdi-yu, kelayotganimda bunchalik yonmayapti-da. Balon bo'shab qoldi. Hamaki chidolmadi. Birinchi islovni kutolmadi. 2 kun bor hali. Yuzkasini otdi nariga qarab. Mashina ishxonaniki. Ko'cha suv yotibdi bu yerdan Toshkent bo'lib. Yoz ketdi qaraychi. Haykovskiy degan bir kichkina qishloq bor ekan, ikkita zapravkasi bor ekan. Qani gaz bormikan? Men gazim tugadi. Gaz qo'yib olsam yaxshi bo'ladi. Haykovskiy degani faqat zavod, fabrika va shunaqa neft, gazga tegishli joylar ekanda, katta nimalar. Ishxonalar. Zapravkada yo'q. Nima, gaz yo'q. Benzin bor, gaz yo'q. Bor ekan. Shu kichkina o'rmon ichidagi neftyanliklarning qishlog'ida masjid bor ekan. Nexi 3 turibdi qora. Ha, balonni ham achishim kerak, gaz qo'yishim kerak. Shahar sevdirib bo'lsa kerak bu, ha. Gullarni qaranglar.
yerda mayda mashina emas, katta mashinalar qilar ekan. Menga ham navbat keldi oxiri. Magazinlar aylanib haydashga oldim. Rybackiy magazin yo'q bu yerda. Bu yerda hamma ish bilan mashg'ul ekan shekilli.